Teplovoy nasos ishlab turibdi. Joylarni qizdiradi, sovutadi, issiq suv bilan ta'minlaydi. Panasonic kompressor -35 gacha ishlaydi. Bazaviy adapterli model. O'zbekistonda eng yaxshi teplovoy nasoslardan bittasi. 60 gradusgacha qizdiradi. Sizlar joylarni isitadigan, sovutadigan sistemalar bilan tashkillashtirib beramiz. Issiq suv bilan ham ta'minlab beramiz. Eng muhimi tok rasxoti ekonom bo'ladi. Hozir qancha tok rasxoti qotganini sizlarga ko'rsataman. Bitta o'zinglar ham guvoh bo'lasizlar. Tashqarida turgan teplovoy nasosimizni tok rasxotini ko'rsatamiz. Bu yerda hozir teplovoy nasos 50 gradusga qo'yilgan, отопление issiq suvi 60 gradusga qo'yilgan. Hozir necha kilovat tok rasxoti qotganini ko'rsatamiz. 300 kvadratli joyga teplovoy nasosimiz, hozir ko'rasizlar. 463 kilovat tok rasxoti qotdi mana. 462, 464 kilovat tok rasxoti qotdi. Bu degani elektr kotyoldan 5 barobar, 4 barobar sizlar ekonomni ishlatasizlar. Bu yerda elektrik kotyol turgan edi. Elektrik kotyollar o'rniga teplovoy nasos qo'yib beryapmiz. Bu elektrik kotyol, bu elektrik kotyol 36 kilovatli, 36 kilovatli elektr kotyolimizni mana hosil uchun yoqdik. Amperaj shundan ham bitta kalkulyatsiya qilsa, bu teplovoy nasos hosiliga ko'rsataman, qancha tok rasxot qotganini. Endi uni amperajini ko'rasizlar. Bu berayotgan gradus mana. Termometrlarni teplovoy nasosimiz qizdiradi. Bemalol sizlarning joylarni isitib, sovutib beradi. Bizga obuna bo'linglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarning ham joylarni isitadigan, sovutadigan sistemalar bilan tashkillashtirib beramiz.